Akalar mana bugun Damas mashinamizga tonirovka tortyapmiz. Bugun Damaschilar kuni ekan. Bu Damasni lavoyini qo'yayotganlarga respekt ham vizib. Men bitta o'zim qo'yapman. Orqada hech kim yo'q. Joylashtirib oldim hozir. Mana shunday qo'yasizlar. Oddiygina bir kishi qo'ysa ham bo'ladi. Ikki kishi qiynalib orqasidan itarib yochish kerak emas. Mana bittada o'zi sekin sir sinoatini bilsa, sekin tushadi. Orqada hech kim yo'q mana. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Orqada hech kim yo'qligini. Men Damazimiz ham charchab qolgan. Ana. Ana bo'ldi akalar. Chotga, shogird ham kerak emas bunga. Birga bir o'ziga yarasha tushaveradi. Ikki kishi qiynalib, tushirib, tortib yotish shart emas. Lekin bir to'g'rilab qo'yasiz. Bu yoqni.